ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siratlari asosida. Allohning habibi Muhammad. Ikkinchi fasl 24-qism. Allohning nomi bilan boshlayman. Allohga hamd bo'lsin. Janob payg'ambarimiz, rahnamomiz, suyukligimiz va Allohning habibi bo'lgan zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning sahobalariga va zurriyotlariga qiyomat kunigacha salovat va salomlar yog'ilsin. Allohning tanlab olgan habibi payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning go'zal siratlaridan bahramand bo'lishda davom etamiz. Payg'ambar degan so'z Habashiy qulga qattiq ta'sir qildi. O'sha payg'ambar bilan ko'rishishga qaror qildi. Shoyat uning huzurida qalbini ochadigan va yo'lini yoritadigan biror narsa topsa, shunday o'y bilan payg'ambarimizning chodirlariga yetib keldi. Hoy odam, kimsan? Nima yumushing bor? Men Haybar sayyidlaridan birining Habashiy quliman. Payg'ambar bilan ko'rishmoqchiman. Sen Haybardanmisan? Payg'ambar bilan ko'rishmoqchimisan? Ha. Sen payg'ambar bilan ko'rishish uchun shuncha qo'yni haydab keldingmi? Bular Haybarlik hojamniki bo'lib, menga omonatdir. Hojangning qo'ylari sen bilan Rasulullohning o'rtalarida turadimi? Rasululloh ularning suhbatini eshitdilar. Tashqariga chiqib, Habashiy qulning gaplariga diqqat bilan quloq soldilar. Siz payg'ambarmisiz? Rasululloh unga ha deb javob berdilar. Nimaga da'vat qilasiz? Rasululloh islom diniga chaqiraman. Allohdan o'zga iloh yo'q va men Allohning rasuli ekanimga guvohlik berishingga da'vat qilaman dedilar. Agar shunday deb guvohlik bersam va Allohga iymon keltirsam, menga nima va'da qilinadi? Oliy janob payg'ambarimiz javob berdilar. Agar shunday holda vafot topsang, mukofoting jannat bo'lgay. Guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q. Va yana guvohlik beramanki, Muhammad Allohning rasulidir. Ey Allohning payg'ambari, yonimdagi mana bu qo'ylar meniki emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni qarorgohimizdan tashqariga chiqar va uzoqroq joyda qoldirib kel. Alloh omonatingni o'zi ado etadi dedilar. Habashiy shunday qildi. Qo'ylar Yahudiy egasiga qaytib borgan edi. Yahudiy tushunib yetdiki, quli islomni qabul qilibdi. Oliy janob payg'ambarimiz bayroqni Ali ibn Abu Tolibga berib, urush qilishga izn berdilar. Habashiy ham urushga Ali bilan birga bordi va o'sha jangda shahid bo'ldi. Musulmonlar uni qarorgohlarga olib kelishdi. Payg'ambarimiz shunday dedilar: Alloh bu qulni sharafladi va yaxshilikka yo'lladi. U islomni chin ixlos bilan qabul qilgan edi. Uning bosh tarafida
jannatdagi hurlardan ikkitasini ko'rdim. Qara, anavi yerda kimdir qal'adan yashirincha chiqib, biz tomonga yurib kelyapti. Uni hozir asirga olaman. To'xta, xoyodam. Kimsan? Kimsan? Nima istaysan? Sayyidim, mening ismim G'azal, yahudiyman. Aqldan ozganmisan? Yarim kechasi yashirincha chiqib kelyapsan. Axir qamalda bo'lsalaring, bizning o'qlarimizdan birortasi senga kelib tegsa, o'lasan-ku. Meni faqat oilam va bola chaqamning xavfsizligi tashvishga solyapti. Uni Rasulullohning huzurlariga olib bor. Nima qilishni o'zlari hal qilsinlar. Qani yur. Assalomu alaykum ey Allohning rasuli. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam alik oldilar. Rasulullohga yaqinlashma ey odam. Rasululloh uni Yahudi bilan o'zlarining o'rtalarida turishdan qaytardilar va Yahudiyga nisbatan muloyim bo'lib, chiroyli muomala qilishni buyurdilar. Ey Abul Qosim, huzuringizga o'lim bilan yuzma-yuz bo'lsam-da, sizning oliy janobligingiz va saxiyligingizni istab keldim. Rasululloh uni qo'rquvdan tinchlantirdilar va nima istab kelganini so'radilar. Birgina o'tinchim, ahli oilam va bola chaqamning xavfsizligini so'rab keldim. Rasululloh unga so'ragan narsang beriladi dedilar. Ey Abul Qosim, men sizning sodiqul amin ekaningizni yaxshi bilaman. Sizga Yahudiylarning huzuriga olib boradigan bir yo'lni ko'rsatmoqchiman. Ular sizdan o'lguday qo'rqishadi. Rasululloh uning gapini diqqat bilan tingladilar. Agar siz ularni bir oy qamal qilsangiz ham parvo qilishmaydi. Chunki ularda yer osti suv kanallari bor. Kechasi chiqib suvdan ichishadi va yana qal'aga kirib olishadi. O'n 14 kun bo'ldi. Na savdo sotiq bor, na ekin ekish va na hosil yig'ish bor. Ey odamlar, taom va ichimligimiz tamom bo'ldi. Bizga yordam bering, ey odamlar, yordam bering. Ey odamlar, ey odamlar! Muhammad manjaniqlarni tayyorlab qo'ydi. Tez orada bizni tormor etadi. Nimadir qilinglar, ey odamlar. Biror nima qilsalaring-chi. Muhammadga taslim bo'lib qon to'kilishining oldini olib qolishimiz eng to'g'ri yo'l menimcha. To'g'ri. Juda yaxshi. Juda to'g'ri fikr. To'g'ri. Rasululloh qon to'kilmasligi uchun rozi bo'ldilar. Yahudiylardan bo'lgan Ibn Abul Huqayqning vositachiligini qabul qildilar. O'sha davrda musulmonlarning mavqei ana shunday edi. G'alaba, faxr hamda Alloh va uning rasuliga bo'lgan ishonch hamma yoqqa ovoza bo'lgan edi. Ali ibn Abu Tolibning Haybar g'azotidagi qissasi bunga yorqin dalil bo'ladi. Nima qilmoqchisan, ey Ali? Ali raziyallohu anhu unga Haybar g'azotida Rasulullohga yordam berish uchun tayyorgarlik ko'rayotganliklarini aytdilar. Lekin sen betobsan-ku bolam. Ko'zing og'riyapti. Jangga bormasliging uchun Alloh ruxsat berib qo'ygan. Ali raziyallohu anhu agar kimdir Rasulullohdan orqada qolib ketadigan bo'lsa, bu zinhor Ali bo'lmaydi dedilar. So'ng otlariga minib Rasulullohning oldilariga yashin tezligida chopib ketdilar.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr raziyallohu anhuni Haybarning ba'zi qal'alarini fath qilish uchun yubordilar. U zot jang qildilar va jangning shiddatidan holdan toygancha qaytib keldilar. So'ng Umar raziyallohu anhuni yubordilar. U zot ham jang qildilar va jangning shiddatidan holdan toygancha qaytib keldilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ertaga bayroqni Alloh va uning rasuli yaxshi ko'radigan bir insonga topshiraman. U ham Allohni va uning rasulini yaxshi ko'radi. Alloh fathni o'sha insonning qo'lida qiladi dedilar. Nima deb o'ylaysan? Rasululloh ertaga bayroqni kimga berarkinlar, a? Ertaga bilib olamiz. Men hech qachon rahbar bo'lishni xohlamaganman, lekin bu safar o'sha rahbar men bo'lishni istayman. Yolg'iz sen emas. Hammamiz ham shuni istayapmiz. Rahbarlikni yaxshi ko'rganimizdan emas, balki Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbatimiz tufayli. Ertaga oramizdan kimdir Alloh va uning rasuli muhabbatidan nasibador ekanini bilib oladi inshaalloh. O'sha tunda har bir odam ertasi kungi bayroqning sohibi bo'lishni orzu qildi. Ali ibn Abu Tolibmi? Rasululloh Ali ibn Abu Tolibni so'radilar. Uning ko'zi og'rib qoldi, ey Allohning rasuli. Rasululloh Alidan senga nima bo'ldi deb so'radilar. Ali raziyallohu anhu ko'zim og'rib qoldi, ey Allohning rasuli deb javob berdilar. Rasululloh kaftlari bilan Alining ko'zlarini silagan edilar. Allohning izni bilan ko'zlari tuzaldi. Rasululloh Aliga bayroqni ol, u bilan jang qil, Alloh senga fathni nasib etadi dedilar. Ali raziyallohu anhu bayroqni olib ot choptirib ketdilar. Qal'aning tagidagi toshloq joyga bayroqni o'rnatdilar. Ey Allohning rasuli, mana bu Arobiyga taqsim qilgan o'ljangizni bergan edik. U g'azablanib, siz bilan ko'rishmoqchi ekanini aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tabassum qildilar va undan nima bo'ldi? Seni nima g'azablantirdi deb so'radilar. Ey Allohning rasuli, men sizga mana bu o'ljalar uchun ergashganim yo'q, balki mana bu yerimga o'q tegib o'lsam, jannatga kiraman deb ergashganman. Rasululloh, agar Allohga sodiq bo'lsang, Alloh orzuyingni amalga oshiradi dedilar. So'ng ular urushga otlanishdi. Payg'ambarimiz bu o'shami deb takrorladilar. Ha, Allohning rasuli. Rasululloh u Allohga sodiq bo'ldi. Alloh esa uning orzusini amalga oshirdi dedilar. So'ng Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni o'z kiyimiga kafanladilar. So'ng old tomonlarga qo'yib janoza namozini o'qidilar. Namozda shunday duo qilganlari eshitildi. Allohim, bu sening quling. U sening yo'lingda hijrat qilib chiqdi va shahid holda vafot topdi. Men bunga guvohman. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadulloha alayhi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila.
ليجزي الله الصادقين. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Mo'minlardan Allohga bergan va'dalarga sodiq qolgan kishilar bordir. Bas, ulardan ba'zilari ajalini topdi. Ba'zilari esa intizor bo'lib turibdir. Ular biror narsani almashtirmadilar. Alloh sodiqlarni sadoqatlari sababidan mukofotlashi uchun va munofiqlarni agar xohlasa azoblashi yoki tavbasini qabul qilishi uchundir. Albatta, Alloh o'ta mag'firatli va o'ta rahimlidir. Ahzob surasi 23-24 oyatlar. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir Abdulazim Ziyovuddin. Dublajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Boyir Xolmirzayev, Laziza Azizzoda, Azizxon Latipov, Ahror Alijonov, Ixtiyor Otajonov, Baxtiyor Yusupov, Bobir Do'smatov, Yorqin Ernazarov, Oybek Tohirov, Nuriddin Do'stbekov, Shahnoza Norboyeva, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Bahrom Mamet. Rejissyor assistenti Davron Madiyorov. Ma'mur Abror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Ikkinchi fasl 24-qism tugadi.